Assalomu alaykum fuqarolar. Sizlarga bu videomda Jinoyat kodeksining bir nechta moddalarini qaytarib o'taman. Oldingi videomda ozgina xatolikka yo'l qo'ygan ekanman. Hokimiyat harakatsizligini deganda 205-modda debman, 208-modda ekan. 205 emas ekan, 208-modda ekan. O'shanga hozir shu kerakli moddalarni aytib o'taman. 205-modda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish. 206-modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish. 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash. 208-modda hokimiyat harakatsizligi. 209-modda mansab soxtakorligi. Mana shu moddalar orqali mansabdor shaxslar va hokimiyat mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, hozir men sizlarga aytgandim, ichki ishlardan javob xati oldim deb. Ichki ishlar javob xatini berishicha, o'rganish davomida 2025-yil 8-oktyabr kuni 102 raqamiga Oliy Majlis deputati A. Qodirov sizni qabul qilmaganligidan norozi bo'lib yo'llagan murojaatingiz yuzasidan Chilonzor tumani IIO FMB mas'ul xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshirish o'tkazib, natijasiga ko'ra biror bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ish qo'zg'atish, rad etish to'g'risida qaror qabul qilganligi ma'lum bo'ldi, deyilyapti. Demak, tergovga qadar tekshiruv o'tkazish. Menimcha, men endi o'rganib chiqyapman. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazishda meni ham da'vogar sifatida jalb etish kerak edi deb o'ylayman. Va javobgarni ham chaqirtirib, bo'ta aniqlashtirish kerak edi hamma narsani deb o'ylayman. Mendan ham so'rash kerak edi. Nega deganda, uchastkovoyi dalolatnomasi bor, haqiqatdan ham fuqaroni qabul qilmadi, qabul kunida degan anaqaga fiksatsiya qilingan qonunbuzarchilik. Bular aytishyapti, qonun buzilmagan deyishyapti. Jinoiy javobgarlik yo'q deyapti. Jinoyat alomatlari aniqlanmadi deyapti. Mana moddada jinoyat alomatlari jinoyatga tortishi ko'rsatilgan xatti-harakati mansabdor shaxsi. Endi buni hali bularni rahbaridan qabuliga kirib aniqlashtiramiz, bu hammasini oxiriga yetkazamiz. Oyning oxirgi bozor kunida Ichki ishlar ministrini general qabuli bor ekan. Shu qabuliga kiramiz, oxirida ko'ramiz nimadir ekan. Endi keyin mana kechagina bugun video ko'rdim. Prezidentimiz sudlarga masalasini ko'targan ekan. O'shalarni mansabdor shaxslari bilan uchrashib, yangi tartiblar joriy etayotgan ekan. Xudo xolasa balkim yaxshi bo'lib qolar. Balkim huquqlarimiz tiklanib qolar. Endi chiqmagan jondan umid deydi-yu, ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Hozircha men anaqaga nima deydi, BMTga ariza yozish bilan shug'ullanyapman. BMTga shu sudni masalalarini ko'taramiz va O'zbekiston hududida inson huquqlarini himoya qiluvchi ombudsman va milliy markaz meni tegishli darajada himoya qila olmaganligini ko'rsatib o'tamiz. Va xalqaro hujjatlarda
xususan BMT'nin deklaratsiyasi va siyosiy va fuqarolik huquqlar to'g'risidagi pakt bor, 14-moddasi bor. Ana o'shalarni tartiblarini qonuniy va adolatli sud hokimiyatida ishi ko'rib chiqilishi kerak degan tartiblari bor. Ana o'sha tartiblarni ta'minlab berishini so'raymiz. Ta'minlab berishini talabini qo'yishini so'raymiz BMTdan, O'zbekistondagi vakolatxonasidan hokimiyatga, hukumatgami, hokimiyatgami, davlat organlariga. Bundan tashqari o'tda arizamda ko'rsatib o'tyapmizki, xalqaro hujjatlarni O'zbekiston Respublikasiga qonunlariga implementatsiya qilingan normalarini nazoratini tegishli organlar javobgar organlar olib bormayotganligini ham ko'rsatamiz. Arizamda, ya'ni bu yerda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi, Senati, sud qo'mitalariga vakolat yuklatiladi bu masala bo'yicha, lekin ular o'z vakolatlarini bajarishmayapti. Sudlar adolatli o'tishini va adolatli va qonuniy qaror qabul qilinishini nazoratini olib bormayapti. Ana o'sha masalalarni ko'taramiz, xudo xolasa. Ko'taryapmiz emas, ko'taryapmiz shu masalalar, xudo xolasa. Qanday natija bo'lishini endi bilmadim-u, balkim biron bir natija bo'lib qolar, chiqmagan jondan umid. Oy oxiriga general bilan uchrashamiz. Bu masala deputatlarning masalasini ko'targan masalamni nega bunday hal qilayotganligini so'raymiz generaldan. Balkim undan oldin general yordamchisi bilan uchrashaman. Hozir aytaman kimligini. Jo'rayev vazir birinchi o'rinbosari ekan. Haftaning 3-kunidami shunaqa, 4-kunda, menimcha 3-kunida bo'lsa kerak qabuli bo'lar ekan. Ko'raylikchi, kiraylikchi oldilariga, nimadir ekan ko'ramiz, gaplarini eshitaylik. Meni fikrim haligacha o'zgarmaydi. Qonuniy harakat qilishimiz kerak. O'z huquqimizni himoya qilayotganimizda ana shu harakat bizga yordam beradi, xudo xolasa yordam beradi. Xudo xolasa. Endi men haligacha qonun ustuvorligiga ishonaman. Nega deganda qonun buzish oson, qiyin emas. Lekin qonunga amal qilib o'z huquqingizni himoya qilsangiz, xohlagan joyingizda haq bo'lib chiqasizda. Shuning uchun men o'zim ham mana universitetda o'qiyapman, shu yoshim kattaroq bo'lsa ham qonunlarni o'rganyapman, harakat qilyapman, qonun darajasida o'z muammolarimni hal qilishga. Bilmadim nima bo'ladi, nima qo'yadi, kattalarni o'zingizlar ko'chada yuribsizlar, ko'ryapsizlar nima bo'layotganligini, nima qo'yayotganligini ko'rib turibsizlar. Kim yaxshi deydi, kim yomon deydi. Endi bu hayot deb qo'yibdi. Men yaxshi ham demayman, yomon ham demayman. Men konkretni bor narsani gapiryapman, o'z muammom bo'yicha, o'zim boshimdan o'tganlarni. Endi Tanzila Norboyeva senatni masalasida gaplashmoqchi edim. Senator hozir ozgina vaqt qoldi, 5 minut qoldi. Men sizlarga shuni aytamanki, senat rahbari, senator Tanzila Norboyeva fuqarolarni senat qabulxonasida qabul qilishga majbur. Bu murojaatlar to'g'risida qonunda davlat rahbar davlat organlarining rahbarlari va
boshqa odamlar qabul qiladi degan, lekin davlat organi rahbari qabul qilishi majbur. Bu hozircha muammoli bo'lib turibdi bu odamni qabuli, lekin qabul qilishga majbur. Hozir qabul qilmayotgan bo'lsa qonun buzayotgan hisoblanadi. Bu yerda Qonunchilik palatasi spikeri ham masalasi xuddi shunaqa. U ham majbur qabul qilishga fuqarolarni. Ularni qabuli bor, spikeri bir oyda bir marta oyi oxirida. Lekin ko'pdan beri qabul qilmayapti negadir. Bir kirganman men spikeri qabuliga ikki marta menimcha kirganman. Lekin hozir muammo bo'lib turibdi oxirgi paytda kirishga. Men bu aytgan shu deputatlarning masalasini hal qilishda yordam so'ragani kirmoqchi edim. Qabul qilmayapti hozircha. Endi bilmadim yaqin qanday bo'ladi. Harakat qilyapmiz. Lekin bitta gap aytaman. Prezident qabulxonasiga bormayman ish. Chunki foydasi yo'q. Shuncha harakat qildim, bo'lmadi. Dangal o'sha oldingi videomda aytdim, u dangal qonun ustuvorligi bo'lmaydi deb. U odam Umar Boboyinda menimcha sudda ishlagan ekan, sudya bo'lib. Bir videolarda ko'rib qolgandim sudyaligini yoshligida. Endi mana shu yoshi o'tgandan keyin sudga rahbar qilib qo'yishibdi. Ozgina meni fikrimcha ozgina kasalvon odam, yuragi og'riydi, shu dori ichib tursa kerak. Unga bunaqa talab ham qo'ya olmaysiz, yuragi yomon bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ham aytdim, bir ikki gapirdim, javobini oldim, bo'ldi. Boshqa yoqqa bormayman. Foydasi yo'q. Prezidentimiz ham aytdi o'zi. Prezident xalq qabulxonalari pochtalyon bo'lib qolgan dedi. O'zi murojaatlar to'g'risida qonunga asosan vakolati bor. 11-moddadan boshlanadi. Vakolati bor. Nazorat qilishga arizalarni qonuniy hal qilinishini nazorat qilish kerak. Lekin nazorat bo'lmayapti. Meni holatimda bo'lmadi nazorat. Endi boshqalarning holatini tekshirmayman, men bilmayman boshqalarning holatini. Meni holatimda nazorat bo'lmadi. Shuning uchun aytyapman-ku, qonuniy harakat qilishga harakat qilyapman. Ozgina o'zim bosib olib, jahl chiqarmasdan, jahlingiz chiqsangiz, og'zingizga boshqa gaplar kelib ketgandan keyin nima deydi? Sizga foyda bo'lmaydi-da. Ziyon bo'lsa bo'ladi, foyda bo'lmaydi. O'shaning uchun og'irlik, bosiq bilan ishlaringizni hal qilsangiz yaxshi bo'ladi deb hisoblayman men. O'zim fikrim meni. Va o'ylayman yaxshi bo'ladi. Xudo xolos, mayli 9 yildan beri yuribman. Ishim hal bo'lmayapti. Lekin bu yerda o'zi Xudo xolasa kerakli tashkilotlarni BMTga chiqyapmiz, nasib qilsa Xudo xolasa. BMTda umidim bor, bir hal qilib berar biron narsani. Lekin birinchi 9 yil oldin juda ham katta umidim bor edi suddan. Shu umidim so'ndi 9 yil ichida. Lekin BMT hozir birinchi marta chiqyapmiz. Xudo xolasa nasib qilsa ariza tayyor qilganimizdan keyin chiqamiz. Bu yerda hali ma'muriy muammolarim bor. Keyinchalik ma'muriy muammolar to'g'risida gapirib beraman. Ma'muriydan ham suddan o'tganman, aytganman sizlarga. Iste'molchilar agentligini sudga berganman, vazirlar mahkamasini sudga berganman. O'sha qanday hal bo'lgan, qonuniy, noqonuniy qanday bo'lganlarini hali gapirib beraman sizlarga. O'zim boshimdan o'tganlarini. Konstitutsiyon sud masalalari bor bu yerda. O'tganman, kirganman konstitutsiyon sudda, hamma 9 ta sudyasi hammasi meni taniydi, men bilan gaplashishgan. Oxiri 30-moddani ham qo'llab olishdi, iloji topolmagandan keyin. Hozir vaqti tamom bo'lyapti. Mayli, gaplashamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, umidim bor. Men O'zbekiston hududida millat vakiliman, esdan chiqarmaylik buni. Bu katta mansab desam ham bo'ladi O'zbekiston anaqasiga, fuqarosiga. O'shaning uchun men nima desam bo'ladi? Rab emasman O'zbekistonda. Men mustaqil fuqaroman. O'ylab ko'ringlar, sizlar ham mustaqil fuqarosizlar. O'ylab ko'ringlar, yaxshilab. Rahmat eshitganinglarga.